Anibro uchun maxsus. Xo'y, men bola chaqamni boqishim kerak. Ular shaurma yemaydimi? Ha, bu yomon fikr emas. Yordam berganing uchun rahmat. Narkotiklarni qayerga yashirding? Men bilmayman. Bu nima? Men aytdim-ki, narkotiklarni qayerga yashirding? Voy, nima uchun bunaqa gapiryapsan? Bu ko'rshapalakning qo'rqinchli ovozi. Bilasanmi, bu umuman qo'rqinchliga o'xshamaydi. Nima? Ustimdan kulyapsanmi? Men ko'rshapalakni ovoziga o'xshatish uchun kuni bo'yi mashq qildim, lekin bu qo'rqinchli emas. Masalan, Alfred aytdiki, yo'q, men tanigan odamlar aytdiki, bu juda ham yaxshi. Yomon. Yomon? To'g'risini aytsam hijolatdaman. Menda yana bir necha variant bor. Xo'sh, qolgan narkotiklarni qayerga yashirding, Gandon? Malkovich? Ha, u qo'rqinchli. Xuddi men yaxshiroqman, men kuchliman, men Batmanman. Yo'q, bu umuman xato. Qolgan narkotiklarni qayerga yashirdingiz? Xo'sh, bunga nima deysan? Nima uchun Al Pacino? Balki men Al Pacinodirman. Qayerdan bilasan? Bilasanmi, kechasi nima qilaman? Jinoyatlarga qarshi kurashaman. Bu men uchun emas. Salom, Goda. Narkotiklarni qayerga qo'yding? Qo'y, sen Gothamdansan. Nima uchun britancha aksent bilan? Qo'y, ahvolda qali. Narkotiklarni qayerga qo'yding? Yo'q, to'g'ri kelmadi. Qo'y, narkotiklarni qayerga qo'yding? Narkotiklarni qayerga qo'yding? Narkotiklarni qayerga qo'yding? Don't listen less drugs. Narkotik qayerga qo'yding? Narkotik. Qayerda? Menga javob ber, Hobbit. Narkotiklarni qayerga qo'ydingiz? Bu Dustin Hoffman bo'lish kerak edi. Narkotiklarni qayerga qo'yding? Ha? Men bilan hazillashga urinma. Qo'y, yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Hammasi joyida. Narkotiklarni qayerga qo'yding? Qo'y, bir soniya. Bu kim edi? Nima? Yana bir marta. Narkotiklarni qayerga qo'yding? Bilasanmi? Bu yomon emas. Ovozimni yo'qotdim. Ha, lekin yaxshi. Hazillashmayapsanmi? Yo'q, to'g'risi, Xudo haqqi. Nima deyapsan? Alfred, men uyga qaytyapman. Nima deganing bu, kimsan? Bryusman. Yana kim bu nomerni biladi? Ovoz berdi Bad Bro.